tonirovka qilib berdik. Shum izolyatsiya qilib berdik. Knopkalarni mana bunaqa yonadigan qilib berdik buni. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Yonadigan skromni qilib balan emas. Mana oldinlari ham yonadi. Plus salonni ichiga keladigan bo'lsa agar Malibu 2 bar uстановка qilib berdik. Malibu 2 barimiz Nikel brendidan original bar hisoblanadi. PRND'lar hammasi ishlaydi chotki. Gabarit svetlari ham yonadi, ko'rishlaringiz mumkin. Bespirovodniy zaryadkalar ishlaydi. Mana bu knopka bagajni ochadi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda monitor ham uстановка qilib berdik mana. Monitorimiz zo'r ishlaydi, qotmasdan rul knopkalarini ham birga bir ulab berganimizda konshina orqali hech qanaqa muammo qilmaydi. Tabloda cruise control multimedia, signal, rulimiz chetik koja qilingan, mana bu yerlari glansiy bo'yalgan hisoblanadi. Plus bunga Malibu signal uстановка qilib berdik. Tablolarga suv datchiklarini chiqarib berdik va o'zini monitoriga hech qanaqa ko'rishlaringiz mumkin. Registrator o'rnatilmagan, o'zini monitoriga kamera uстановка qilib berganmiz. Zapis qiladi mana. Zapis ketyapti, fleshga qo'yilgan, zapis qilib boradi. Zadniga urganimizda zadni o'zini ham ko'rsatadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Zadni o'zi kameralar tiniq, full HD kamera o'rnatib berganmiz. Yurib ketayotganimizda ham bemalol zadni o'zini ko'rib ketsak bo'ladi. Mana orqa kamera bemalol zadni o'zini yurib ketayotganini ham ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamiz payda turibdi. Bemalol kelaverasizlar. I4 eshigini ham shum izolyatsiya qilib berdik. Shum izolyatsiyalarimiz ham cho'tkib bo'lgan eshiklari.